TikTok'da videolaringiz prosmotr qilmayaptimi? Kechalari uyqusizlikdan qiynalyapsizmi? Like'lar kelmayapti, obunachi kelmayapti, вообще siqilyapsizmi? Sochlaringiz to'kilyaptimi? Endi men sizlarga bitta narsani o'rgataman va sizlar yana ham aktivlarni ko'tarsangiz bo'ladi. Hammaga assalomu do'stlar, men Farzbek Fayzulayev bo'laman va sizlarni Location botimizni YouTube kanalida ko'rganimdan juda ham xursandman. Ya'ni bugun TikTok uchun obunachilar bo'limini ko'rib chiqamiz va mana shu pastda obuna bo'lish knopkasi turibdi. Meni jahlim chiqarmanglar, просто tak obuna bo'lib qo'yinglar, chunki bu sizlarga kerakli maslahat. Vaqt olmayapmiz. To'g'ridan-to'g'ri sizlarga kerakli xizmatlarni ko'rsatyapmiz. Hammaga rahmat. Obuna bo'ldinglar, obuna. Men aldamayapsizlar, Go, ketdik. Xo'p, Location botimizga kirib olamiz. Silkasi pastda ham bo'ladi yoki mana shu ekranda ko'rib turgan silkada ham kirsangiz bo'ladi. Xo'p, kirib olamiz. Birinchi startni bosamiz. Obuna bo'lish kerak. 3 ta kanal bor. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Xo'p, soatni ham ko'rsatadi. Bu juda ham yaxshi. Xo'p. TikTokga kiramiz. Obunachilar. Xo'p, birinchisi obunachilar kafolatli bo'lish kerakmi? Azminlar xato qildi. Tezkor va obunachilar kafolatsiz ekan. Xo'p, birinchilar bilan birinchilar bilan obunachilar kafolatsizni ko'ramiz. Undan keyin kafolatlilar, tezkorlarni ko'ramiz. Xo'p. Bular o'sha arzon-arzonlardan. TikTok obunasi kafolatsiz, вообще kafolati yo'q, urganingizdan keyin chiqib ketishi ham mumkin. Buni narxi 9000, ya'ni bu yoq 10000 so'm. Bajarish vaqti 5 kun. 4 marta odam urgan ekan, kafolat yo'q. Demak, bundan chiqib ketaveramiz. Kafolat yo'q, просто avtoritet uchun kerak bu birinchisi. Hop. Chiqib ketdi-yu. Hop. Mavjud, bekoqish mavjud, kafolat yo'q. Bunda ham kafolat yo'q. Buni narxi 30000 so'm. Ya'ni bu qancha turadi? 30 kun. Hop, 60 kunligi 27000 so'm, 90 kunligi 39000 so'm, 365 kunligi 41000 so'm, 42000 va bir umrligi 55000. Ha, bir umrligini ko'ramiz. Hop, bir umrligi 55000. Menda chegirma bor, sizlar ham ko'p botga ko'p pul tashab, mijozlarga ko'p ishlasanglar, sizlarga ham chegirma beramiz. Hop, kamera ona bo'lib qolyapti, o'chib qolyapti, bosib turmasam bo'lmaydi. Hop, kafolat yo'q. Nimaga kafolat yo'q? 5 yillik deyapman, kafolat yo'q. Matta admin adashibdi. Lekin 5 umrbod deb qo'yishgan. Bilmadim nimaga buni deb yozishgan. Hop. Lekin kirasizlar, urasizlar, problema bo'lsa o'zimiz hal qilamiz. Matta qo'llab-quvvatlash degan joy bor. Bemalol qanaqa problema bo'lsa botda yoki xizmatlarda chiqib ketsa, ana qo'llasizlar. Bemalol yozaverasizlar. Hop, birinchisini ko'rdinglar, narxlarni ko'rdinglar, o'shanga yarasha kirib o'zinglar ham bu baribir kafolatsiz bo'lim. Endi kafolatliga o'tamiz. Xo'p, TikTok obunachilar arzon 33000 so'm, arzoni. Kafolat yo'q. Bunda ham kafolat yo'q. Xo'p, chiqib ketamiz. 50000 so'm bor ekan, kafolat 30 kun. Chiqishlar bor, ya'ni 1000 tadan bir 100 ta 200 ta chiqib ketishi mumkin. Kafolat ya'ni 30 kun atrofida o'sha turadi. Hop, 2 kunda bajarilar ekan. Sekin kelsa ham bu nasimda yaxshi deb o'ylayman. Hop, TikTok obunachilar 60 kun va buni narxi 103000 so'm. Hop, 90 kunligi, mana 90 kafolat bor. Hop. Bu ham 109000. Hop, u yoq bu yoq qilmayman. 365 kunligini bitta ko'ramiz. Hop, 12 daqiqada qo'shilar ekan, 124000 so'm. 365 kun kafolat. Baribir chiqib ketishlar bor, ya'ni 100 ta 200 ta chiqib ketishi mumkin. Hop, TikTok obunachilar bir umrlik, mana shu sizlar kutgan joyi. Bir umrligi qancha? 165000 so'm ekan. Kafolat 3 yil, ya'ni 3 yil hech qachon chiqib ketmaydi. Ya'ni chiqib ketish mumkin, yana 100 ta 200 ta. Hammasi 0 ga teng bo'lmaydi hech qachon. 0 bo'lmaydi. Hop,
buyurtma tushunmayotganlar uchun bitta buyurtma berishni bosasizlar. Buyurtma berganlaringizdan keyin nechtasi deydi. Kamida 10 ta yoki bu qancha 200 mingtami qancha? Nechta nol bo'ladi? Kommentda yozinglar hozir. Vaqtni cho'zmaylik xullas. Meni hisobimda 132 ming deb xursand bo'lib, 132 so'm ekan. Xo'p, mana shunday zakaz bersangiz bo'ladi va sizlar uchun TikTokni yana qaysi xizmatlari kerak? Like, komment, ko'rishlar, hamma xizmatlari mavjud. Sizlar videoni tomosha qilmasdan tezroq o'tsangiz bo'ladi yoki imminlash rekilardan chiqqan bo'lsa, pastda plus qoldiringlar, что mana shu yergacha ko'rganlar plus qoldirsin. Hammaga rahmat va sizlar bilan Loki Simda yana ko'rishguncha.